Uyghur Avazı Radyo İstansiyası. Uyghur Avazı Radyo İstansiyası. Assalamu alaikum söyünlük radyo anlatıcılar. Tövende Uyghur Avazı Radyosu'nun Uygurca anlatışını başlayınız. Assalamu alaikum hürmetli vatandaşlar. Uyghur Avazı internet radyosu bugün sizler bilen yana qayta yüz görüştü. Bu münasebet bilen vatan içi ve sırtidagi ixlasmanlarimizga samimiy salom yollaymiz. Uyghur Avazı internet radyosu asarat ostidagi xalqimizning hür axborot uchurlarini anglash ehtiyojiga hamdamda bo'lish maqsadida bosh organi Germaniyaning Munchen shahriga joylashgan Şarkı Türkistan İnformasyon Merkezi tarafından tayarlanıp 2000 yılı sentabrda tunca anlatışını başlagan bulup, anlatış devam kılgan yarım yılga yakın vaqt jarayonida Şarkı Türkistan'daki vaziyat, vatan sirtidagi mustaqillik davoyimiz, dünya ahlinin mustaqillik davoyimizga ko'rsatayotgan munosabatlari va boshqa temalar bo'yicha ko'plagan ahamiyatli uchur va ma'lumotlarni tarqitib, vatan sirtidagi va vatan ichidagi anglag'uvchilarimizning qizg'in qarshi elishiga erishgan edi. Afsuski, bir qism moddiy va ma'naviy qiyinchiliklar tufaylidan 2001 yili fevral oyidan boshlab radio anglatishimiz uzilib qoldi. Vatandoshlarımızga ma'lum bo'lganidek, yaqinqi bir mezgil ichida dunyo vaziyatida favqulodda o'zgarishlar yuz berdi. 11 sentabr voqeasidan keyin Şarkı Türkistan müstakillik davası xalqaraga yenimi tunuldu. Xitoy doiralarining Uyg'urlarni terrorist deb qaralash suiqasdi amalga oshmadi. Bu ahvolda Xitoy hukumati Şarkı Türkistan'dagi Uyg'urlarga qaratgan siyosiy besim va bostirishini texmi kuchaytirdi. Navbatda butun Şarkı Türkistan bo'yicha ideologiya sohasidagi milliy bo'lgunchilikka qarshi kurashni qanot yaydirish degan nom ostidagi siyosiy harakat boshlanib, madaniyat zo'r inqilobi davridagi siyosiy asabiylik qayta bosh ko'tardi. Bo'libmi, axborot nashriyat, madaniyat, san'at va muarif sohasidagi ta'qib va cheklash favqulodda kuchayib ketdi. Mundaq alohida ahvol ostida informatsion markazimiz navbatda dunyoda sodir bo'layotgan siyosiy o'zgarishlar va uning mustaqillik davoyimizga ko'rsatilgan ta'sirini xalqimizga anglatish, xalqimizning kelgusiga bo'lgan umid ishonchisini oshirish, o'z navbatida yana Sharq Turkistondagi jiddiy vaziyatdan vatan sirtidagi qarindoshlarimizni vaqti-vaqtida xabar qilib turish zaruriyatini jiddiy his qilib, turli qiyinchiliklarni yengib, radio anglatishni qayta boshladik. Vatandoshlarimizning bizni qo'llashini, bizni ahamiyatli uchur, xabar va maqolalar bilan ta'min etishini, shuningdek anlatishlarimiz haqida fikr, talab va takliflarni berishini umid qilamiz. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yuqorida sizlar tabrik nutqini angladinglar. Endi yangi yildan buyon Sharq Turkistonda yuz bergan muhim voqealarni diqqatingizga sunamiz. Bu yıl 5 yanvar günü Ürümçi Xalq Sarayı'da ötküzülgen yeni yıl keçiligida Tursun Ahmet isimli Uyghur şairinin şiiri okuş vakası yüz berdi. 11 yanvar günü Uyghur Abdunum Rayonluq Partikum Ürümçili kadrlar yığını içip Tursuncan Ahmet'nin şiiri hakkında yoşurun okşutuş usulü bilen milli bölgünçilik ideyası targib kılıngan degan xulasa çıkarılgan hem de muşu vakani bahane kılıp Şarkı Türkistan miqyosida bir qatimliq ideologiya sohasida milliy bo'lgunchilikka qarshi kurashni qanot yaydirish qarori chiqarilgan. Bu yil 24 yanvardan 26 yanvargacha Germaniyaning München shahrida Dunyo Uyg'ur yoshlari qurultiyi doimiy komitetining 1-navbatlik kengaytirilgan yig'ini ochildi. 31 yanvar kuni Urumchida Uyg'ur Abdunum Rayonluq Partikum atalmış ideologiya sohasidagi milliy bo'lgunchilikka qarshi turish harakatini qanot yaydirish bo'yicha
qayta tarbiya elish faoliyatini qanot yaydirish to'g'risida safarbarlik yig'ini ochgan. Yig'inda Wang Luchan va Qorchoq rais Ablat Abdurishitlar so'z qilib, bu qitimqi harakatning butun ma'arif, adabiyot, san'at, axborot, nashriyot, radio, kino, televiziya, internet to'ri qatorliq sohalarda markazlik elib berilganligini ko'rsatdi. 4-fevral kuni Uyg'ur Abtonom rayonlik partikumining Qorchoq sekretari Ismoil Tilvaldi ideologiya sohasidagi milliy bo'lginchilikka qarshi turish harakatini qanot yaydirish bo'yicha qayta tarbiya elish harakatini muarif sohasida qandoq elib berish haqida uyushtirilgan yig'inda so'z qilib, ideologiya sohasidagi milliy bo'lginchilikka qarshi turish ko'nishini qanot yaydirish harakatini butkul muarif sohasi va maktablarda uzoqgacha elib berib, muarif sohasini partiya va hukumatning qo'lida mahkam tutib turishimiz kerak deb bildirilgan. 12-fevral kuni Qirg'iziston poytaxti Beshkek shahridagi Sharq Turkistonlik Uyg'ur tijoratchilarining savdo bozori Tor bozorda favqulodda zo'r o't ofati yuz berib, bozor tamoman xarobiylikka aylangan. 20 va 21 fevral kunlari Amerika prezidenti janobi Bush Xitoyda 2 kunlik rasmiy ziyoratda bo'ldi. Ziyorat davomida Xitoydagi kishilik huquq va diniy erkinlik masalalarini o'ttirg'a qo'ydi. Musulmonlarning yilda bir keladigan muborak Qurbon hayit namozi o'qiladigan kuni Qashqar shahrining Qo'g'on yezisida yeziliq hukumat doiralari yezi tavasidagi 300 dan ortiq o'qituvchini Qurbon hayit namozini o'qitmaslik uchun majburiy yeziliq hukumatga yig'ib olgan. Fevral oyining oxirlarida Qashqar viloyati tavasida elib berilgan muarif sohasidagi milliy bo'lginchilik qilmishlarini aniqlash va o'qituvchilar qo'shinini saflashtirish nomi ostidagi siyosiy harakatda Fayzovat noyisining Shaptul yezisida 12 o'qituvchiga diniy faoliyatga qatnashdi degan ayblash bilan jazo berilgan. Bulardan 2 o'qituvchi xizmatidan haydalgan. Qolganlarining bir daraja maoshi elib tashlanib, muarif sohasidan yo'tkib etilgan. 1-mart kuni Urumchi shaharlik hukumat birlik sab bo'lim boshliqlari yig'ini chaqirilgan. Yig'inda Urumchi shaharlik partikomining muavin sekretari Xiyiming diniy zotlarni Xinjiangning amaliyatiga, vaziyatning ehtiyojiga uyg'un keladigan fatvolarni berishga da'vat qilish kerak deb jo'ylagan. Diniy zotlarimizni islom aqidalarini xohlagancha buzishga, o'z e'tiqodidan yuz o'rishga qistagan. Mart oyi kirishi bilan Sharq Turkistonning har qaysi viloyat, shahar, nahiya va yezilarida atalmış ideologiya sohasidagi milliy bo'lginchilikka qarshi kurashni qanot yaydirish bo'yicha qayta tarbiya elish nomidagi siyosiy harakat avj oldirilgan. Aqsu, Qashqar va Xotan qatorliq janubiy viloyatlarda har qaysi sistemlar bo'yicha orqa-orqadan safarbarlik yig'inlari ochilgan. Uyg'ur maktablarda har kuni tushdan keyin va shanba kuni butun kun siyosiy o'rganish qilinib, o'qitish ishlari faoliyat chalg'i tushib qolgan. Sharq Turkistonda siyosiy harakat boshlangandan buyon internet to'rxonlariga bo'lgan nazoratchilik alohida kuchaytirilgan. Oldin qapti Xitoy doiralari Pochta Telegraf idorasining nomidan uqtirish tarqitib, to'rdagi axlatlarni bartaraf qilish va to'rxonani tartibga solish bahonasida janubiy viloyatlardagi Uyg'urlar ochgan internet choyxonalari majburiy taqib etilgan. Qashqar shahrida 6 nafar Uyg'ur yosh cheklangan aksiyatchi mazmundagi chet el to'rbetini ko'rgan degan ayblash bilan qamab qo'yilgan. O'z muxbirimiz Muzdavonning Aqsudan yo'llagan xabari. Aqsu jamoat xavfsizlik boshqarmasi yaqinda xizmat ko'rsatganlarni mukofotlash yig'ini chaqirib, o'tgan yarim yil davomida qochqin jinoyatchilarni tutish bo'yicha xizmat ko'rsatganlarga 100 ming yuan pul tarqitib bergan. Yig'indan ma'lum bo'lishicha, oldingi yarim yilda Aqsu viloyati bo'yicha nazorat va viloyat darajalik tutish buyrug'i chiqarilgan 70 dan ko'p odam tutilgan bo'lib, ularning mutlaq ko'pchiligi siyosiy sababdan tutish buyrug'i chiqarilgan Uyg'urlar ekan. Hukumat soqchi doiralarining Uyg'ur mustaqillik kuchlarini texmo qattiq bostirishiga ilhom berish uchun mushundaq mukofotlash chorasini yo'lga qo'ygan. 9-mart kuni Wang Luchan Beijingda ochilgan Xitoy Xalq qurultayining 5-qatimliq yig'inida Xinjiang muxbirlari bilan o'tkazgan uchrashishida buningdan keyin Sharqi Turkistondagi Uyg'ur maktablarda 3-sinfdan boshlab Xitoy tilida dars o'tiladiganligini jakolagan.
Bu qaror qandaqdı? Uyg'urlarning sapasini yuqori ko'tarish maqsadida chiqarilgan bo'lmasdan, balki Xitoy mustamlikachi doiralarining Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish qadamini tezlatish va millat sifatida yo'q qilish suiqasdini tezroq ishga oshirish maqsadida chiqarilgandir. 11 mart kuni Uyg'ur avtonom rayonlik hukumat maxsus uqtirish chiqarib, ichkari Xitoydan Sharqiy Turkistonga kelgan oqqon Xitoylardan elindigan 4 turli haqni bekor qilgan. Aniqki bu farmon Xitoy ko'chmanlarining Sharqiy Turkistonga texmi ko'plab kelish uchun qilingan hukumat chaqiriqidir. Yana 11 mart kuni Urumchida Xinjiang traktor zavodining 1000 dan ortiq ishchisi ko'chaga chiqib norozilik namoyishi o'tkazgan. Namoyish qiluvchilarning ko'pchiligi Xitoylar bo'lg'achqa, hukumat ilgirki Uyg'urlarning namoyishlariga qilganining tamoman aksicha bu qatimqi namoyishga hech qanday siyosiy tus bermagan. Namoyishchilarning fikr talablariga darrov quloq solib, noit siliq muomala bilan namoyishlarni tarqitishga muvaffaq bo'lgan. 3-martdan 13-martgacha va 5-martdan 15-martgacha Xitoy siyosiy kengash 9 navbatlik qurultayining 5-qatimliq yig'ini va Xitoy mamlakatlik 9 navbatlik xalq qurultayining 5-qatimliq yig'ini Xitoy poytaxti Beijingda ochildi. Öz muxbirimiz Uşqunning Urumchidan yo'llagan xabari. 18 mart kuni Urumchining har qaysi rayon, nahiyalarida vazifa o'tayotgan asosiy qatlam qurolli qism kadrlarining kollektiv harbiy ta'lim-tarbiya safarbarlik yig'ini Urumchi shahrida chaqirilgan. Bu qatimqi cho'ng tarbiyalashga 100 dan ko'proq asosiy qatlam qurolli saqchi kadrlari qatnashgan bo'lib, o'rganish muddati 7 kun bo'ladi ekan. Yig'inda Azadlık Armiya Urumchi harbiy rayonining qo'mondoni Gayli so'z qilib, bu qatimqi tarbiyalash faoliyatining milliy bo'lgunchilik va terroristlik qilmishlariga bo'lgan tonishni o'stirish, yeni tipdagi qurollarni unumli ishlatish va munosabatlik harbiy bilimlarni puxtalash qatorliq mazmunlarda elib berilganligini ta'kidlagan. Yeni yil kirgandan buyon Xitoy doiralari Sharqiy Turkistonda bir tarafdan atalmış ideologiya sohasidagi milliy bo'lgunchilikka qarshi kurashni qanot yaydirish degan siyosiy tashviqot harakatini avj oldirsa, yana bir tarafdan Sharqiy Turkistondagi harbiy kuchni zo'raytib, saqchi va jandarmalarga turli safarbarlik xizmati ishlash orqali Uyg'urlarga texmi qattiq propoz qilib tahdid selyotdi. Ular Uyg'urlarning yurgini texmi qattiq mo'jish uchun turli harbiy manevrlarni o'tkazib, o'zlarining harbiy kuchini ko'z-ko'z qilmoqda. Ma'lumotlarga asoslanganda, oldingi bir qancha oy davomida Xitoy hukumatı Afg'oniston urushi va Kashmirdagi to'qinishlarni bahona qilib, Sharqiy Turkistonning Qashqar va Xotan rayonlariga ko'p miqdorda yangidan harbiy qo'shin yetkazib kelgan. Xitoy Muharib Ministerligi Tiliyazlik qo'llanish bo'limining muavin bo'lim boshlig'i Chang 3-oyning 18-kuni Urumchiga kelib, 1992 yildan boshlab yo'lga qo'yilayotgan Xitoy Uyg'ur tilida qo'sh tillik o'qitish xizmatini ko'zdan kechirgan va Uyg'ur avtonom rayonidagi har qaysi muharib organlarga bu xil qo'sh tillik o'qitishni kuchaytirishni umumlashtirish haqida yo'l yo'riq bergan. Egallanishicha, Urumchi rayonida Xitoy Uyg'ur bolalari aralash o'qitiladigan boshlang'ich o'rta maktabdan hozirga qadar 150 ga qurilib bo'lgan. Navbatda Urumchi tavasida 70 mingdan ko'proq milliy o'quvchi mushundaq maktablarda o'qiydi ekan. Sharqiy Turkistonda Uyg'ur maktablarining o'qitish sifati azaldan Xitoy maktablarininkidan tuvan bo'lib keldi. Buning tub sababi Xitoy hukumatining Uyg'ur muharibini iqtisodiy jihatdan qisib, Uyg'ur muharibini faoliyat chalg'i keltirib qo'yishidan kelib chiqdi. Uyg'ur muharibiga solingan mablag'ning ozligi va texnik va boshqa sohalarda Xitoy hukumatining Xitoylarga bir xil, Uyg'urlarga bir xil siyosat elib berishida bo'ldi. Ammo Xitoy doiralari bu amaliyotga ko'z yumib, Uyg'ur muharibining sifat masalasini Uyg'ur tiliga ortib qo'yib, Uyg'ur maktablarida Xitoy tilida dars o'tishni Uyg'ur muharibining sifatini yuqori ko'tarishning birdan-bir chorasi deb oldi. Hamda 90-yillardan boshlab shaharlardagi Uyg'ur maktablarida Xitoy tilida dars o'tiladigan atalmış tajriba sinflarini barliqqa keltirdi. Mohiyatda bu
Xitoy hukumatining Uyg'urlarning milliy mavjudligini yo'q qilishga qaratilgan qabih siyosiy suiqasdining bir qismidir. Chunki bir millat o'zining milliy tili bilan mavjud bo'lib turadi. Milliy tilini yo'qotgan millatning milliy g'urur, milliy iftixor, milliy ishonch tuyg'ularini yo'qoladi. Shunga tarixdan beri zo'ravon mustamlikachi millatlar mustamlikasi ostidagi millatlarning milliy qarshilik ko'rsatish ruhini yo'q qilish maqsadida ularga qarata til jihatda majburiy assimilyatsiya qilish siyosatini yurgizib kelgan. Xitoy mustamlikachi doiralarining Uyg'ur maktablarida majburiy Xitoycha o'qitishni yo'lga qo'yishimi dal shu maqsadda, ya'ni Sharqi Turkistonning kelajak egalari bo'lgan Uyg'ur farzandlarini ona tilini unutildirib, xitoylashtirish, Uyg'urlarning millatchilik tuyg'usi va mustaqillik irodasini yo'qotib, oxirida Sharqi Turkistonni mangulik mustamlikasiga aylantirishni maqsad qilgan. (21 mart kuni o'z muxbirimiz Ushqunning xabar qilishicha, Uyg'ur Abtonom rayonlik jamoat xavfsizlik nazorati yaqinda jamoat xavfsizligi sohasidagi milliy bo'lginchilarni bostirishda yumshoq qo'llik qilgan, pozitsiyasi sust, maydoni mustahkam bo'lmagan milliy saqchi xodimlarga qarata tozalash elib boradiganligini hamda undaqlarni aniqlab chiqib, qattiq bir taraf qildiganligini e'lon qilgan. 20 mart kuni Uyg'ur Abtonom rayonlik jamoat xavfsizligi nazoratidagi ma'lum bir Xitoy mas'ul xodim Xinjiang torbeti muxbirga axborot berib, bir qism milliy saqchi xodimlari milliy bo'lginchilarga zarba berish harakatlarida bizning kutgan yerimizdan chiqolmadi. Pozitsiyasi pasib bo'ldi. Hatto ba'zilari milliy bo'lginchilarga xabar yetkazib, qochiryapti. Biz bu xil ahvollarni tekshirib aniqlaymiz. Masalasi borlarni qattiq betaraf qilamiz degan. Ko'pchilikka ma'lumki, o'tgan yillar davomida Sharqi Turkistondagi milliy mustaqillik kuchlariga qartilgan bostirish harakatlarida Xitoy hukumatı milliy Uyg'ur saqchi xodimlarini hamisha safning oldiga chiqarib qo'ydi. Shunga bu jihatda eng aktivlik ko'rsatganlarmi shu milliy saqchilar. Bu jarayonda jendin ayrilib qahramon atalganlarning ko'pchiligi ham yana shu milliy saqchilar bo'ldi. Shu sababdan xalq milliy saqchilarga nafratlanib, ularni vijdonsiz g'alchilar, milliy munofiqlar deb atadi. Uning ustiga Vanglochanning "Menga nahaq tutilsa tutilsinki, bir milliy bo'lgunchi to'rdan tushib qolmasin. Qattiq qo'lliq bo'lish, hargizmi rahim qilmaslik. Avval tutib, keyindan surishti qilish" degandek fashistik yo'l yurg'i bo'lg'achqa, milliy saqchi xodimlarining yumshoq qo'lliq qilishi mumkin emasdi. Aksicha, xo'jayinlarning buyrug'ini oshirib ijro qilib, xizmat ko'rsatishni sharaf bilishganlar ham oz emas edi. Mushundaq ahvolda Xitoy doiralarining milliy Uyg'ur saqchilardan yanada rozi bo'lmay ularni yumshoq qo'lliq qildi deb ayblishi, bir jihatdan Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan fashistlik zo'ravonlikda qaysi darajaga berib yetganligini va Uyg'urlar ustidan texmo dahshatli bostirish elib berishga hozirlanayotganligini ko'rsatsa, yana bir jihatdan Xitoy hukumatining milliy Uyg'ur saqchi xodimlariga azaldan ishonmaydiganligini ko'rsatib bermoqda. Yaqında Sharqi Turkistonning janubiy rayonlaridagi bir qism shaharlarda maxsus eshak o'ltirish qushxonlari bayqalgan bo'lib, hukumat saqchi doiralari o'z oldiga shaxsiy echib olgan qonunsiz qushxonlarni tekshirib, tartibga solish jarayonida bir qancha joydagi eshak o'ltirish uvusini tekshirib qo'lga tushirgan. Bunda qushxonlarda kuniga o'tir hisob bilan 40-50 eshakning go'shti setib chiqarilgan bo'lib, eshak go'shtini so'nkidan ayirish mashinasi bir necha minut ichida bir eshakning go'shtini so'nkidan ayirib bo'ldi ekan. Saqchilar bu qushqonlarning xo'jayinlaridan bunchalik ko'p eshak go'shtini nimaga ishlatilganligini so'raganida, Xitoy xo'jayinlar bu go'shtlarni har kuni ugurxona ochilgan Xitoy va tungallarga kilosini 3-4 yuandan setib beradiganligini aytgan. Saqchilar yana dövlab qo'ygan so'ngaklarni nimaga ishlatilganligini so'raganda, Xitoy xo'jayini hech tap tortmasdan biz bu so'ngaklarni Shixanzidagi
tam tetitqu zavodi, ya'ni Weixingchangga setib beramiz. Ular bu so'ngaklarni pishiqlab ishlab, tam tetitqu qilib yasab sotadi degan. Hozir Urumchi va janubdagi bir qism cho'ng shaharlarda beshiga oq shapaq to'ppi kiyib olgan, o'zini Tungan deb atib olgan Xitoy uyg'urxonlari va rasmiy Tunganlarning uyg'urxonlari nihoyat ko'payib ketgan bo'lib, Uyg'ur yoshlari, o'ttir boshlang'ich maktab o'quvchilari bundaq oshxonalarning uyg'ur eshini arzon va tamlik deb ichishga o'rganib ketgan. Haqiqiy ahvoldan xabarsiz Uyg'urlar o'zlarining ishak go'shi to'g'irgan uyg'urni ichib yurganligini bilmagan. Gerçi saqchi doiralari bu qushxonlarni qonunsiz holda shaxsiy echib olgan deb tartibga solgan bo'lsa-mu, ishak go'shini Uyg'urlarning uxmay yeb ketishining oldini oladigan hech qanday tadbir va tashviqot elib bormagan. Hürmetlik radyo anlıqçılar, bugün 21 Mart, mübarek Noruz bayramı. Bu münasebet bilen barçanızga Noruz salımı yollayımız. Noruz bayramınla kutluq bolsun. Noruz bayramı Türkiye halklarga ortak bolgan an'anaviy milliy bayram bolup, ajdodlarimiz har yili mushu kunni yangi yil va bahor bayrami sifatida katta dag'dug'i bilan kutib olgan. Qadimgi asarlardagi xotiralar va ota-bobolarimizning hikoyalaridan ma'lum bo'lishicha, har yilgi Noruz bayrami kunlarida kishilar chiroyli kiyinib, bahor ko'katlari bilan bezalgan dalalar, buloq bo'ylari va go'zal manzarali joylarga yig'ilib, bir-birini qutlaqlaydi ekan. Noruz eshi ichidi ekan. Noruz nazmisi quchib, bazmi quchib, tantana qiladi ekan. Yana ot baygisi, o'g'loq tortishish va boshqa har turli faoliyatlarni o'tkazib, jasoratini urg'utar ekan. Qisqasi, Noruz bayrami oddiy bir bayram emas, balki kishilarga, bo'libmi yosh avlodlarga milliy an'ana, san'at va go'zallik tarbiyasi beradigan haqiqiy bir maktab. Shuningdek, xalqni o'mlashtiradigan, kishilarning kelajakka bo'lgan umid ishonchilarini urg'utadigan katta milliy qurultoy bo'lgan ekan. Afsuski, mushundoq esil milliy bayramimiz vatanimiz Xitoylar tarafidan besib olingandan keyingi kunlar davomida hokimiyat tayanchidan ayrilib qolib, burunqi saltanatini yo'qotgan. Hatto untulishga yuz tutgan. Bo'libmi Sharqiy Turkistonda kommunist Xitoy hokimiyati o'rnatilgandan keyin Noruz bayrami ko'plagan milliy qadriyatlarimiz qatori ko'niliq va feodalizmning qoldig'i deb qaralib, bir mahal tamoman man'iy qilingan edi. Garchi 80-yillardan keyin Noruz bayramimiz qayta oqlanib, go'zal milliy an'anamiz sifatida e'tirof qilingan bo'lsa-mu, ammo Xitoy hukumati tarafidan rasmiy bayram sifatida tonilmadi. Sharqiy Turkistonda 10 necha yildan beri har yilgi Noruz bayrami faqatla 1-2 soatlik san'at faoliyati bilan va shu faoliyatda o'qilgan Noruz nomalarni televizorda ko'rsatish orqali tabriklanib keldi. Bu xil tabriklash kishilarga Noruz bayrami
kelginidan xabar yetkazgandan boshqa No'ruz bayramining haqiqiy qimmatini qilcha namoyon qilib berolmadi. Sharq Turkistonga ro'shan selishtirma bo'lgan holda O'rta Osiyodagi qarindosh O'zbek, Qozoq, Qirg'iz va Turkman xalqlari o'z mustaqilligini qo'lga olgandan keyin No'ruz bayramini eng cho'ng milliy bayram sifatida qabul qildi. Ular har yilgi No'ruz bayrami kelishdan necha oy burunla bayram tayyorligiga kirishdi. Bayram kuni davlat arboblari va avomning qatnashishi bilan katta tabriklash faoliyatlarini o'tkazdi. Albatta, bu ularga mustaqillik ato qilgan ne'mat. Mustaqillikning xosiyati. Ishonimizki, bizmi bir kun mustaqil bo'lib, No'ruzni katta tantanalar bilan kutib olamiz. Alloh bizni shu kunlarga yetkazsin. Muborak No'ruz ayyomi barchamizga yangi umid va ishonch ato qilsin. Hurmatli radio anglag'uchilar, No'ruz bayramini tabriklash munosabati bilan ana vatanimizda to'nilgan muzikat va naqshchi artistlarning Kurash Ko'san va Ablimut Tursun studiyamizni ziyorat qilib, ziyorat jarayonida navbatda mamlakat ishi va sirtida o'tkazilayotgan No'ruz bayrami haqida qisqacha to'xtalib mundaq dedi. No'ruz bayrami haqiqatan milliy bayram ham an'anaviy bayram. Shundaqla milliy kimligimizning bir belgisi. Avlodlarga milliy tarbiya berishning bir maktabi. Ammo Sharq Turkistonda men 3 qatim No'ruz faoliyatiga qatnashdim. Faqat televizorda naqsha o'qish bilan cheklandik. Chunki keng ko'lamlik No'ruz bayrami o'tkazish hukumat tarafidan e'tirof qilingan emas. Faqat Uyg'ur xalqi shu yuksak darajadagi besim ostida millatparvar zotlarimizning yetakchiligi uyushtirishi bilan bu No'ruz kechiliklari bilan cheklanyapti hozir. Ana shu No'ruz bayramida ataman No'ruz buloq degan naqshini aytgan. Chet elga chiqqandan keyin boshqa turkiy millatlarningki No'ruz faoliyatlariga qatnashdim. Masalan, Turkiyada qatnashdim, Qirg'izistonda, Qozog'istonda. Ammo o'zimizningki chet eldagi cho'ng'aroq bir No'ruz faoliyatiga men qatnashish imkoniyatiga ega bo'lmagan edim. Bu qatim men Germaniyaga keldim. Germaniyadagi barliq vatandoshlar bilan birlikda kichikroq doirada bo'lsa-mu, bu No'ruz faoliyatini o'tkazamiz. Demak, No'ruz bayrami turk millatlarininki an'anaviy qadimiy bir bayramlari. Yuqorida Kurash apandim deb o'tib ketgandek, faqat mamlakatda bir oqshomlik san'at kechiligi bilan cheklanib, bir naqsha yoki bir kuldirgularla o'tkazib kelgan edik. Ham yaqindan beri Yevropada yashayotgan Uyg'urlar o'zaro maslahatlashib birlik qilish asosida mushalik ba imkon bo'yicha No'ruz bayramini bir qutlash maqsadida 23-yilda Germaniyaning München shahrida No'ruz bayrami o'tkazish uchun bir san'at kechligi tayyorlik qilyapmiz. İnşallah shanba kuni soat 7da bu No'ruz bayrami o'tkaziladi. Ham bu san'at kechligi munosabati bilan vatanimizdagi barliq qarindoshlar, jabokash xalq, barliq ezilayotgan, turmalarda pig'onliq ingrayotgan qarindoshlarimizga oliy salom yo'llaymiz. Ularning turmalaridan boldirroq chiqib, ota-ona urug' tuqqan qarindoshlar bilan tezroq ko'rishib, xotirjam hurlik hayotga erishishni Allohdan tilaymiz. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Qozog'iston Jumhuriyati Olmuti shahrida turishliq bir to'p olim, san'atchi, jurnalist va tijoratchilarning qo'shilishi bilan Uyg'ur Milliy Ittifoqi nomida bir jamiyat qurildi. Bu jamiyat 2002-yil 2-oyning 14-kuni rasmiy hukumatdan ro'yxatdan o'tib tasdiqlandi. Uyg'ur Milliy Ittifoqi nomidagi bu jamiyat o'z nizomnomasi bo'yicha tövandikidek faoliyatlarni olib boradi. Madaniy muarif, adabiyot, san'at, tarix va ijtimoiy sohalarda Qozog'istonda va xalqaroda Uyg'urlarning qonuniy haq-huquqlarini himoya qilish va bu munosabat bilan
Dünyanın her qaysı joylarida yashayotgan Uyg'ur tashkilotlari bilan aloqa qilib, navbatda Uyg'urlar masalasining xalqaro sahnada tegishli o'rinni olishida hamkorlashishni umid qiladi. Adres 480 Qozog'iston, Olmuti shahri, Jalto'qson ko'chasi, bino 37A 413-uy. Telefon 39 95 52. Uyg'ur Milliy ittifoqining raisi professor Sherifxon Nadirova. Hürmetli radyo anlıqçılar, yuqorida Uyghur Avazi Radyosu'nun Uyg'urcha anlatışını diqqətinizə sunduk. Köngül qoyub anlığınızға rəhmət. Kelər qıtımlıq anlatışımızı görəcəyik. Xeyri xoş. Thank you.